Здравствуйте, дорогие друзья! Познакомьте, это Фуркат aka. А вот это Furqat aka sen Sergey. Ko'pchilik uni Abdullajonga o'xshatadi. Так, Furqat aka ударил. Вот это калапуш одевай. Вот это другой дела сказал. Abdullajon tanganani ko'paytirsa, Sergey otasini davlenasini ko'taradi. Furqat aka вечно ругает. Я to'yrat, ты никогда не odam будешь скажет. Kunlardan bir kuni Sergey asabi chiqib uylanmoqchi bo'lib, otasini kalishini morkovkani olib, "Вот так делал", Furqat akasi сказал. Shuni bir kun uylantirmasam, meni davlena qilib o'ldiradi-da. Короче, семья собирались. To'y kunini belgiladi. Bu yangilikni eshitgan tog'asi Vitaliy to'y ko'rdiga gilam ko'tarib keldi sovg'aga. Вот так, здравствуйте сказал. Qara, tog'on keldi сказал. Tog'oshga чуть-чуть maqtanchoq edi. Здравствуйте опять сказал. Sho'ra xola nervini istal. Gilam чуть-чуть нравился-да у него, потому что Sho'ra xola богатый был. Очень богатый был. Voy deyapman. Вот это другой дело. Sho'ra xolada iPhone 16 bor edi. Vitaliy maqtanaverdi. Sho'ra xolaga gilam yoqmadi, olib ketdi dedi. Это Vitaliy очень нервный стал и уходили qishloqqa. Sho'ra xola, "Вставай, Сашка, пойдем gilam купим". Men ham borsam bo'ladimi? Сказал Фурик. Нет, ты оставайся. Tahoy, u Sho'ra xola tahoyi bil. Ani muhtasham gilam prishli. Xullas, daragiy друзья, buyog'ini o'zbekcha aytaman. Muhtasham gilamda 1-dekabrdan 31 dekabrgacha 20% dan 50%gacha aksiya ketayotgan edi. Sho'ra xolani Sergey ana shu muhtasham gilamga olib keldi. Sho'ra xola tanlab zo'r gilam olmoqchi edi-da. Xudolar bir kuyib o'lsin сказали-da ichida. Muhtasham gilam Navoiyda nomeradiy hisoblanadi. Daragiy друзья, короче, to'y qilmoqchi bo'lsangiz yoki uyingizga zo'r gilam kerak bo'lsa, muhtasham gilamga tashrif buyuring. Bu yerda 100 xildan ortiq gilamlar bor. Sho'ra xola tanlab 50% aksiyadan gilam xarid qildi. Xullas, daragiy друзья, u bo'ldi, bu bo'ldi, Sashka xotirlab o'ldi. Spasiba вам.